Shinshin, qayerga qaramay hamma joyda sen. Xuddi xirapashchaga o'xshaysan. Bugun oilamizda bayram, shuning uchun hoziroq jo'na. Ko'rinma ko'zimga. Boshqa seni ko'rishni istamayman deb aytgandim. Nimaga yana ko'z oldimda paydo bo'lding? Bu yerda katta bo'lganman. Bugun meni bu yerga taklif qilishdi. Shuning uchun Seni taklif qilishdi? Demak, Shinshin Sunjanjan bo'lishi ham mumkinmi? Oy. Nimalar haqida o'ylayapman? Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Taklif qilinganmisa yo'qmi menga baribir. Nima bo'lganda ham ket. Sunxonim, Shinshin bilan o'rtangizda anglashilmovchilik bo'ldimi? Nima bo'ldi o'zi? A? Direktorim, hali bilmaysiz. Bu Shinshin oilamizning dushmani. Bu yerdan hoziroq uni haydab yuboring. Dushmanmi? Shinshin nima qilgan o'zi? Nega ular bunday deyapti? Shinshin, nima bo'ldi? Oyi, oramizda tushunmovchilik sodir bo'ldi. Tushunmovchilik? Shinshin, Janjang opamni qaylig'ini yo'lda urding va ma'shuqasiga aylanding. Bu haqiqat. Nima? Shinshin birovni ma'shuqasiga aylandimi? Reaksiya bor. Topdik. Yosh xonimni topdik. Hoziroq kim ekanligini aniqlang.